Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hozir Italiyaning Turin shahridagi Turin universitetidamiz. Bugun xudolar sizlarga Turin universitetini ozgina obzor qilib bermoqchimiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu Turinni o'sha Luigi Einaudi degan kampusi. Turinni o'zida bir 3-4 ta kampusi bor va mana shu eng katta kampuslardan biri hisoblanadi. To'g'rida ko'rib turishlaringiz mumkin. Bu buqa, ya'ni Turin shahrini bir siymosi yoki simbol desa ham bo'ladi. Va deyarli Turin shahridagi 3 ta universitet bo'lsa, uchalasi ham asosiy simboli mana shu buqa bilan ko'rsatib berilgan. Xo'p, bu universitetda asosan siyosatchilar o'qiydi. Siyosat, ekonomika, filologiya yo'nalishlari o'qiladi. Turinda o'zi ikkita universitet, o'sha mashhur universitet bor. Bu Turinning o'z universiteti va Turin Politexnika universiteti. Politexnika yo'nalishi bo'yicha, injenerlik sohasi bo'yicha Politexnika Turin universiteti. Siyosatchilar esa mana shu hozirgi turganimiz Turin universitetida tahsil olish mumkin. Xuddi mana shu binolarda mana shu vidni 1 yil oldin kelish orzu bo'lgan o'zimga ham. Koreyadan rosa ko'rardim mana shu joylarni. Qanday mana shu yerga kelib o'qiyman ekan, qachon o'qiyman ekan deb. Baribir harakat qilsa natijasi berilar ekan. Xudoga shukr, mana shu yerda hozir o'qib, imtihonlarni ham topshirib, 1-semestrni tugatib, xudo xolasa davom ettiramiz. Bu yer to'liq kutubxona, Turin shahridagi Turin universitetining kutubxonasi. 4 etajdan joylashgan. 0-qavat, 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatdan joylashgan. Hozir 3-chi qavatga chiqib ko'rsatamiz. Xo'p, orqamda turgan bino bu aynan yuridik sohasida o'qiydiganlar, ya'ni law, ya'ni qonun sohasida o'qiydiganlarning binosi. Shu yerda tahsil olib, shu yerda o'qib, shu yerda bitirib, o'qib chiqib ketishadi. Har bitta bino har xil sohaniki, aynan orqamda turgani esa yuridik sohasida o'qiydiganlar uchun. Xo'p, hammaga yana bir assalomu alaykum. Hozir Turin universitetining 2-kampusida turibmiz. Bu yerda asosan filologiya sohasida o'qiydiganlar tahsil olishadi. American Studies, Philology, Linguistika sohada o'qiydiganlar xudo xolasa mana shu yerda tahsil olishadi. Kirib, obzor qilib ko'ramiz xudo xolasa. Bu yerda asosan shu tilga qiziqqanlar, til bo'yicha bilim, kitob, qanaqadir darslar beriladi. Italyan tilini o'rganmoqchi bo'lgan chet ellik talabalar yoki ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lgan yoki umuman o'sha tilshunoslik bo'yicha darslar hammasi shu yerda o'qiladi. Siz boshqa kampusda asosiy darslaringiz bo'lsa ham, italyan tilini o'qimoqchi bo'lsangiz, mana shu kampusga kelib o'qiysiz. Shunday.